Bahrom. Said Nurullayevda tepish imkoni bor, zarba yo'lladi. Yana bitta zarba, gol. 1-0. 24-daqiqada Amirbek Saidov qaytgan to'pni to'rga joyladi. To'g'ridir. Jumayev o'ngroqqa ichkariga rikoshet, darvoza bo'sh. Gol! 2-0. Mana bu boshqa gap. Said Nurulloyev zo'r hujum zarba, mana bu ajoyib zarba bo'ldi. Bahromov birinchi taymda aytdim, uning juda ham o'ziga xos zarbalari bor deb. Ishga soldi ushbu qurolini, havoda kelayotgan to'pni pushka yordamida yuqori burchaklar. Hozirdan ham olimpiyachilar desak bo'ladi. 2005 dan boshlanadi. Xavfli vaziyat darvozamiz oldida va mana gol o'tkazib yubordik. Bu xotirjamlik oqibati. Leonardo Shahin gol uryapti. Qaysidir ma'noda bir kim balandroq sakraydi? Afsuski Levan baland sakrab yana farqni qisqartiryapti. Bo'shashdik.